Aholi muammolarini o'rganish va ularni o'z vaqtida hal etish masalasi mas'ul rahbarlar oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi mas'ul vakillari tashabbusi bilan Guliston shahridagi tadbirkorlar va hunarmandlar markazida fuqarolar uchun ochiq muloqot tashkil etildi. Hozir sharhda. Guliston shahrida tashkil etilgan ochiq muloqot maydoni fuqarolar va tadbirkorlar uchun muhim platformaga aylandi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi mas'ul vakillari, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining o'rinbosari hamda viloyatdagi huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari ishtirok etib, fuqarolar tomonidan ko'tarilgan masalalarni bevosita o'rganishdi. Mazkur qabulda asosan tadbirkorlar tomonidan yer bilan bog'liq, kadastr bilan bog'liq, bino inshootlar bilan bog'liq hamda soliq imtiyozlari bilan bog'liq muammolar, takliflari kelib tushdi. Mazkur takliflar mana shu tegishli mas'ul idoralar tomonidan tahlil qilinib, ularni tadbirkorlarga yanada imtiyozlar berish bo'yicha umumlashtirilgan holda qonunchilikka takliflar beriladi. Jarayonda asosiy e'tibor aholini qiynab kelayotgan sud huquq masalalari, ijro jarayonlari, mulkiy nizolar, tadbirkorlik faoliyatiga oid huquqiy muammolar hamda qonunchilik bilan bog'liq murojaatlarga qaratildi. Har bir murojaat alohida tartibda ko'rib chiqilib, tegishli mas'ullarga aniq vazifalar yuklatildi. Ayrim masalalar joyida hal etilgan bo'lsa, qo'shimcha o'rganish talab etadigan murojaatlar mas'ullar tomonidan nazoratga olindi.